Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz o'rnatilgan dasturiy ta'minot. Bugungi darsimizda o'rnatilgan tizimlarga misollar keltirib, o'rnatilgan dastur tizimlarda ishlatiladigan dasturlash tillari va o'rnatilgan dasturiy ta'minot rejasi asosida mavzumizni o'tamiz. Demak, o'rnatilgan tizimlar nima? Bu o'rnatilgan tizimlar muayyan vazifani bajarish uchun mo'ljallangan mikrokontroller asosida va dasturiy ta'minot orqali ishonchli real vaqt rejimida nazorat qilish uchun ishlatiladigan tizim hisoblanadi. Demak, unga misolni keltiradigan bo'lsak, mana ekranimizda GPS qurilmasini yoki avtomobillar uchun telematika tizimini keltirishimiz mumkin. O'rnatilgan tizim bu elektron tizimlarga asoslangan turli tizimlardagi ma'lumotlarni kiritish, qayta ishlash, saqlash va boshqarish kabi turli vazifalarni bajarishga mo'ljallangan kompyuter tizimlarining bir turi bo'lib hisoblanadi. Demak, o'rnatilgan tizimlar oldingi mavzularimizda gaplashganimizdek, xuddi operatsion tizimlardagiga o'xshab turib, apparat va dasturiy ta'minot kombinatsiyasi bo'lib hisoblanadi. Demak, o'rnatilgan tizimlarda deyarli barcha tizimlardan biz hayot tarzimizda oddiy yoki murakkab bo'lishidan qat'iy nazar o'rnatilgan tizim qurilmalari orqali foydalanamiz. Demak, bunday qurilmalarga hayotdan misol keltiradigan bo'lsak, mikroto'lqinli pech, masofaviy boshqarish punktlari, soch quritgich, uy xavfsizligi qurilmalari, hisob mashinalari, yo'l harakatlarini boshqarish tizimlari va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Demak, mana hozir ekranda o'rnatilgan tizimlarga bir qator misollar keltirilgan. Demak, biz yuqorida aytganimizdek, demak, o'rnatilgan tizimlar elektron tizimlarga asoslangan turli tizimlardagi ma'lumotlarni kiritish, qayta ishlash, saqlash va boshqarish kabi amallarni bajarishga mo'ljallangan kompyuter tizimining bir turi bo'lib hisoblanadi. Demak, kundalik hayotimizda uyg'onish uchun, bu dunyoga nonushtanimiz uchun, isitish uchun mikroto'lqinli pechlarimiz, uy xavfsizligi, avtomobil ishg'oligi bo'lgan yo'l, kundalik hayotimizda ishxonamizda masalan telefon, faks, printer, skaner, modem va shunga o'xshash qurilmalar demak o'rnatilgan tizimlardan foydalanamiz. Uydagi qurilmalarga televizor, demak videokamera, fotoapparatlarimiz misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, operatsion tizimlarda ishlatiladigan dasturlash tillari, demak, C++, Assembler, Java, Python, C, Flash, MATLAB, shunga o'xshagan bir qator dasturlash tillaridan foydalaniladi. Demak, o'rnatilgan tizimlarda asosan ko'p ishlatiladigan dasturlash tillaridan biri bu C dasturlash tili bo'lib hisoblanadi. C'dan keyingi C++ tillarini keltirishimiz mumkin. Operatsion tizimlarda ishlatiladigan dasturlash tillari, demak, qiyosiy yillarga amal qilganimizdan eng ko'p ishlatiladigan dasturlash tili sifatida C dasturlash tilini bilishimiz mumkin. Demak, o'rnatilgan tizimlarni turlari bular asosan 4 ta guruhga bo'linadi. Umumiy hisoblash, boshqariladigan tizimlar, signalni qayta ishlash tizimlari, aloqa va tarmoqni tuzish tizimlari. Demak, o'rnatilgan tizimlarni birinchi asosiy guruhi bu umumiy hisoblash bo'lib, bu guruhga kompyuter hisoblashlariga o'xshash dasturiy ta'minotlar o'rnatilgan paketlar orqali bajariladigan dasturiy ta'minotlar kiradi. Video o'yinlari, avtomatlashtirilgan gapiruvchilar, taqiqlanadigan kompyuterlarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, boshqariladigan tizimlar, bu tizimlarga avtomobil motorlari, kimyoviy jarayonlar, havo yo'llarining boshqarish tizimlari, atom energiyasi va real vaqt boshqaruv ostidagi tizimlarni keltirishimiz mumkin.
Signallarni qayta ishlash tizimlari bu tizimlarga ulkan ma'lumotlar to'lqinini hisoblash tizimlari kiradi. Demak, radar, suvosti obyektlarini aniqlash, videolarni his qilishlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Aloqa va tarmoqni tuzish guruhiga bu switch ma'lumotlarni yuborish va qabul qilish qilib internet, uyali aloqa tizimlarini keltirishimiz mumkin. Demak, o'rnatilgan tizimlarning blok diagrammasi demak keltirilgan. Ya'ni kirish, chiqish, demak foydalanuvchi interfeysi va tizimni demak apparat va dasturiy ta'minotdan tashkil topadi. Demak, ko'rishimiz mumkinki, o'rnatilgan kompyuter ikkita demak apparat va dasturiy ta'minotdan tashkil topganligini keltirishimiz mumkin. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, o'rnatilgan tizimlarni asoslari demak bu texnik ta'minoti va dasturiy ta'minot kombinatsiyasidan iborat bo'ladi. Demak, o'rnatilgan tizim amallarni bajarish uchun apparat platformasidan foydalanadi. O'rnatilgan tizimning apparat platformasi asosan mikroprotsessor, mikrokontrollerlardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, apparat platformasi kirish-chiqish interfeyslari, xotira, foydalanuvchi interfeysi va tasvir birligi kabi elementlarga ega bo'ladi. O'rnatilgan tizimlarning texnik ta'minoti esa bu quvvatlantirish manbai, xotira, protsessor, taymer, vaqt kiritish chiqarish davrlari, ya'ni portlari, demak seriya aloqa portlari va tizimga oid dasturlarning o'ziga xos davrlari bo'lib hisoblanadi. Demak, o'rnatilgan tizimlarning endi dasturiy ta'minoti demak, dasturiy ta'minoti ma'lum bir funksiyani bajarish uchun yoziladi. Demak, har bir o'rnatilgan tizimning o'zini ma'lum bir funksiyasi mavjud bo'lib, mana shu funksiyani amalga oshirish, bajarish uchun demak, shu o'rnatilgan tizim dasturiy ta'minot yaratiladi. Demak, odatda yuqori darajadagi dasturlash tillarida yoziladi. Keyinchalik apparatdagi doimiy bo'lmagan xotirada saqlash uchun kompilyatsiya qilinadi. O'rnatilgan tizim dasturiy ta'minoti asosan 3 ta cheklovni hisobga olish uchun mo'ljallangan. Tizim xotirasining qulayligi, protsessorning tezligi, ishlash, to'xtash va uyg'onish uchun kuch tarqalishini cheklash zarurati mavjudligi bilan bu aniqlanadi. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning hayotiy sikli modeli bu model 6 ta qismdan iborat. Birinchisi talablarni tahlil qilish, ikkinchisi rejalashtirish, uchinchisi arxitektura dizayni, keyingisi dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, testlash va dasturlash. Demak, yaratilayotgan dasturiy ta'minotimiz birinchi talabni apparat qurilmaga nisbatan va dastur ta'minoti kelajakdagi holati bo'yicha tahlil qilib, keyingi bosqichda rejalashtiriladi. Keyin shu rejalashtirilgan holatga dizayn ishlab chiqilib, unga dasturiy ta'minot ishlab chiqiladi. Endi tayyor bo'lgan dasturiy ta'minotni testlash orqali keyinchalik muvaffaqiyatli belgilansa, demak, bu joylashtirish jarayoni amalga oshiriladi. Agarda qandaydir bir kamchiliklar mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'sha mavjudliklar qaytadan tahlil qilinib, rejalashtirib, dizaynni yanada mukammalroq dastur ta'minotini shunga mos ishlab chiqib, yana testlar, keyin yana faoliyati yo'lga qo'yiladi. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning hayotiy sikli modeli dasturiy ta'minotni ishlab chiqish loyihasidagi rejalashtirishdan tortib to texnik xizmat ko'rsatishgacha bo'lgan barcha tadbirlarni tavsiflovchi konseptual asos bo'lib hisoblanadi. Demak, bir jarayon bir nechta modellar bilan bog'liq bo'lib, ularning har biri turli vazifa va tadbirlarni o'z ichiga oladi. Dasturiy ta'minotni 3 guruhga bo'linadi. Sistema dasturlari, amaliy dasturlar, uskunali dasturlar. Demak, sistema davrlari bular task menejerni misol qilib keltirsak bo'ladi. Amaliy turga office dasturlarini misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uskunaviy dasturlarimiz bular dasturlash uchun ishlatiladigan dasturlar bo'lib hisoblanadi.
Dasturiy ta'minot tizimi bu tizimning to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha dasturlarning bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan dastur bo'lib hisoblanadi. U tez-tez operatsion tizimlar aralashib ketadi va boshqa tarkibiy qismlar qatorida optimallash vositalari, qurilmalar, drayverlar va serverlarni ham o'z ichiga olganligi sababli bu dasturiy ta'minot yanada rivojlanadi. Demak, asboblovchi dasturiy ta'minot turlarimiz bu instrumental dasturiy ta'minotga yuklangan vazifalarga asoslanib juda ko'p turli xil instrumental dasturiy ta'minot turlarini ajratish mumkin bo'ladi. Demak, bular to'g'risida biz birinchi mavzumizda keltirib o'tganmiz matn farqlari. Demak, ularni keltirishimiz mumkin. Bugungi o'rnatilgan tizimlarni asosiy afzalliklari demak, oson sog'liqli, kam quvvatli, arzon narxdagi kengaytirilgan ishlashi bilan afzal bo'lsa, kamchiliklari ham mavjud bo'lib, bular ishlab chiqarishda ko'p vaqt bo'lishi, bozorga olib chiqishda ko'p vaqt kerakligi bilan o'rnatilgan tizimlardagi muhim yo'nalishlar bu texnik ta'minot, dasturiy ta'minot, tarmoq, xavfsizlik va loyihalar. Texnik ta'minotda bu ishlashini yaxshilash, tekshirish va hokazolar. Demak, ya'ni ishlashini yaxshilashimiz sensor va counterlar. Dasturiy ta'minotda qayta ishlash, tez tekshirish, operatsion sistema va hokazo. Tarmoq tizimi o'rtasida yuqori ulanish. Xavfsizlik tarmoqi hujumlarga qarshi himoya. Loyihalash, rivojlantirilgan metodlar va ko'proq rasmiy tasdiqlash bo'lib, bugungi o'rnatilgan tizimlar bo'yicha mavzumiz bo'yicha shulardan iborat.